Bilaman, ko'pchilik YouTube sohasida aynan UFC yoki futbol yo'nalishlari bo'yicha ijod qilib pul ishlashni o'ylab ko'rgan, ya'ni o'zi qiziqqani uchun. Masalan, meni o'zim ham aynan UFC ga qiziqaman va shuni ortidan pul ishlasam ham o'zim maza qilaman, ham cho'ntagimga foyda. Shunday ekan o'rtoqlar, bugun mana shu mavzuni sizlarga yoritib beraman. Agar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. Qisqasi, ekraningizda ko'rib turgan bu kanal, ko'rib turibsizki, monetizatsiyaga ulangan. Yashil rang yonib turibdi. Monetizat bo'limi sizga ko'rinib turibdi o'rtoqlar. Shunday ekan, xavotirga o'rin yo'q. Eng mashhur videolarni ham ko'rishingiz mumkin. 100 milliongacha bor, 45, 24 millionlik videolari ham bor. Asosan bu kanal shorts video qo'yadi. Buni qanday qilishini hozir sizlar bilan ko'ramiz. Bittagina bosish orqali sizlarga yetkazib beraman bu mavzuni. Ya'ni videoda shunaqangi holat bo'ladiki, birinchi o'rinda odamni taxminan 2-3 sekund davomida ushlab qolishadi. Masalan, Hamzatni jangi hammaga qiziq bo'lgan doim, ayniqsa ularni bunaqa bir-biri bilan janjalli holatlari doim aktual bo'lgan, qiziqarli xullas. Birinchi o'rinda urushib ketayotgan joyini emas, bir-biriga bo'lgan ziddiyatini ko'rsatib beryapti, chunki jangni boshida shunchalik yaxshi jang bo'lishiga sabab bularni bir-biriga haddan tashqari dushmangarchiligi sabab bo'lgan. Bu jangni ko'rganman. Xullas, shu narsani yoritib beryapti. Undan tashqari, o'zingizlar kirib shu kanalda videolarni ko'rishingiz mumkin. Musiqa shunaqangi moslashtirilganki, ichiga kirib ketasiz videoni. Xuddi jangni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rayotgandek his qilasiz. Ya'ni janglarga, bo'layotgan vaziyatlarga musiqa rosa tushgan. Can't understand. Where's the translator? Janglarda ham eng qiziqarli lahzalarni olib bergan, ya'ni zerikarli emas, har bitta lahzasi odamni hayratga soladigan, ko'rsa, ayniqsa sport muxlislari maza qiladigan joylarini olib qo'ygan o'rtoqlar. Muhim joylarini tashlab ketmagan va oxirida kim yutganigacha qo'yib bergan o'rtoqlar. Buni oxirida mana jang tugagandan keyin Hamzat yutyapti, shu joyigacha qo'ygan, ya'ni bu boshidan oxirigacha bo'lgan epizodlarni jamlab turib yasalgan shorts video. Ko'p holatlarda avtorskiy kelib qolishi mumkin, ammo videoni qanaqa qilib yasashni bilsangiz, har xil brendlarning logolarini chiqarib qo'ymasangiz, musiqani ham aynan avtorskiysi bo'lmagandan tanlab montaj qiladigan bo'lsangiz, nasib muammo bo'lmaydi. Menimcha nima demoqchi bo'lganligimni tushunib turibsiz. Ja bo'lmasa, musiqadan muammo bo'layotgan bo'lsa, eng zo'r musiqalarni YouTube Studio orqali hamkorlikda yoki sotib olib ishlashingiz mumkin. Uning uchun biron bir monetga ulangan kanalingiz bo'lishi kerak bo'ladi yoki umuman uni yo'lini qilsangiz ham bo'ladi. Faqat daromadingizdan foiz berasiz yoki sotib olib ishlatasiz o'rtoqlar. Qisqa shunaqa. Endi bu kanalni hozirgi paytda qancha daromad olayotganini sizlar bilan ko'ramiz. Ya'ni aynan shu kanal o'rtoqlar. Hozirgi paytda bu kanal oxirgi 28 kunlik statistikasiga qaraydigan bo'lsak, deyarli $10,000 dan $32,000 daromad olayotgan ekan. Mayli, $32,000 demaymiz, lekin taxminim bo'yicha ko'rsatilgandek $10,000gacha daromad olayotgan bo'lishi kerak, chunki prosmotrlari yaxshi va ko'rib turibsizki, aktual mavzularni olib chiqadi, qiziqarli temada kanalni yuritadi. Shunday ekan, agar zo'r prosmotrlar bo'lib turgan bo'lsa, demak shunaqa daromadni biz taxmin qilishimiz mumkin. Ammo bitta narsa, bu ko'rsatkich albatta taxminiy ko'rsatkichlar, shuni ham unutmanglar. Oxirgi 28 kunda kanal 43 million prosmotr yig'ibdi va 24 ming auditoriya to'plabdi. 43 million prosmotrga sizni videongizni holati, sifatiga qarab turib yaxshi summa ishlashingiz mumkin, lekin bu ham har doim ham $10,000 degani emas o'rtoqlar. Qisqasi, ko'rishimiz kerak bo'lgan boshqa statistikalar bor. Bu yerda qaysi kuni qanaqa daromad qilyapti kanal, hammasi ko'rsatilgan. Buni Viewstats sayti orqali kirib ko'rib olishingiz mumkin. Kanalni o'ziga qaraydigan bo'lsangiz, sizlar o'ylamanglarki, bir pasda bunaqa natijaga chiqaman, bir pasda kanalim ko'tarilib ketib qoladi demanglar, chunki kanalni qachon ochilganini ham sizlarga ko'rsataman hozir.
2016-yil kanal ochilgan ekan. Bu ochilgan sanasi aynan shu joyidan video qo'yib ijodni boshlab yuborgan degani emas, shunchaki ochilgan sanasi. 413 ta video qo'ygan ekan. Bu degani har kuni bittadan short joylasangiz ham kamida 1,5 yilga yaqin vaqtingiz ketadi degani. 413 ta video qo'yib olish uchun. Bu katta son o'rtoqlar. Kuniga masalan 2-3 tadan qo'yadigan bo'lsangiz, sal nisbatan tezroq bu videoga yetishingiz mumkin. Agar kuniga bir donadan yuklagan taqdiringizda ham qoldirmasdan 1,5 yil почти vaqtingiz ketadi. Shunday ekan, bu natijalarni bu kanal osonlikcha topmagan. Xo'p, eng eski videosini o'ziga ham kirib turib hozir ko'rib beraman sizlarga. Kommentlarda bilinadi o'rtoqlar, kommentlarda ko'rinadi. Mana 1 yil avval qilingan, yozilgan kommentlar bor ekan. 2-3 yil oldingi kommentlarni ko'rmayman to'g'risi. Bu degani kanal taxminan 1 yil yo uzog'i borsa 2 yil oldin ochilgan. 2016-yilga borib taqalmas ekan. Boya aytganimdek 2016-yilda ochildi degani bu 2016-yildan boshlab video qo'yishni boshlagan degani emas. Ammo yaxshi, normalli harakat qilsanglar, 1 yilga qolmasdan natijaga erishishinglar mumkin. Shunday ekan o'rtoqlar, bunaqa mavzuda ham albatta ijod qilish mumkin, faqat avtorskidan qochib ishlash zarur. YouTube bo'yicha agar shunaqa nisha bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, YouTube sohasida o'zingiz qiziqsiz shu narsalarga, bizda kanal ochib berish xizmati bor. Kirasizlar, bizni YouTube kanalimizni, aynan shu YouTube videomizni ko'ryapsiz, hozir shuni komment bo'limiga kirsiz, havolasi bor. Havolani ustiga bosib YouTube markazi Telegram kanalimizga qo'shilib olinglar. Yoki opisaniyada ham havolasi bo'ladi. YouTube kanal ochib berish xizmatimizga to'xtaladigan bo'lsak, kanal uchun o'zimiz original nom tanlab beramiz, kanalni ochib beramizda, kamiga plus raqamlar bilan tasdiqlab to'liq sozlab beramiz. Undan tashqari sifatli qilib banner avatarkalarigacha yo'nalishga moslab chiroyli qilib beramiz. Xullas, kanal video qo'yishga tayyor holatda bo'ladi. Bonusiga yopiq kanalimizga 6 oylik, ya'ni yarim yillik obunani sovg'a qilamiz. Shaxsiy lichkada ham agar savollaringiz bo'lsa, yordam berib turamiz. Shunchaki tashlab qo'ymaymiz. Xizmatimizning narxi faqatgina o'rtoqlar 1 hafta davomida 190 ming so'm bo'ladi. O'zi bilasizlar, 190 ming emas, arzonlashtirilgan variant bu. 1 haftadan keyin kamida 270 ming so'mdan sotib olasiz. Shunday ekan, hoziroq kirib ulgurib qolinglar. Manzilni aytdim, shunchaki YouTube'ga kirib bizni bio qismimizdagi link orqali ham qo'shilib olishingiz mumkin yoki kommentda, opisaniyada kanalimizning havolasi bo'ladi. Shunday ekan o'rtoqlar, kiringlar, tanishinglar. Undan tashqari bizda har xil yo'nalishlar bo'yicha ham foydali ma'lumotlar chiqib boradi. Shu joyda xayrlashamiz o'rtoqlar, hammaga xayr.